original va podelka Dr. Altay 345 kremini ajratamiz. Korobkasi xira, qaymoq rangda yozilgani bu podelka, oppoq kontrastni yozilgani bu original. Gan joylarini bir xil qilishibdi. Ahamiyat beringlar. Yozuvlari hamma yo'g'i bir xil. Endi bo'lsa tyubikaga ahamiyat beramiz. Nabarot, qalin, qop-qora yozuvligi bu podelkasi, oddiy yozilgan kontrastni spokойный rangdagisi bu уже original. Ochilganini уже ishlatgan edim, lekin yaltiroq qog'ozchasi buni ustida edi. Podelkasini bo'lsa ahamiyat beringlar, mana ichida bo'lar ekan. Va qizlar qo'ppog'iga ahamiyat beringlar. Teshik qo'ppog'ligi bu podelka, teshilmagani bu original. Chap qo'limda podelka, bu sariroq, prям kremoviy rang ekan. O'ng qo'limdagi bo'lsa, ranglari ozgina farq qilyapti. Va orqadagi yozuviga ahamiyat beringlar. Podelkada katta-katta yozilgan, originalda kichikroq, akkuratliroq yozilgan. Tekstura bir xil почти. To'g'risi, podelkasini o'zimdan zakaz qilganimda farqi juda katta bo'ladi deb o'yladim, lekin unaqa katta emas. Faqatgina ishlab berishida rezultatda farqi bo'ladi albatta. Shuning uchun ehtiyot bo'lib ko'rib olinglar va yana qanaqa qilib farqlash mumkin, o'zingizning fikringizni yozib qoldiringlar. Ko'rganlar uchun rahmat.